il défend pour la liberté, notamment la fermeture de camps de rééducation. Donc des milliers de peuples ouïghours qui sont en danger, notamment les femmes, ils sont les premières victimes pour éradier ces peuples. Donc les femmes dans le camp, ils subissent les violences sexuelles, violences systématiques, les stérilisations forcées, avortements forcés, dehors de camp. Les enfants, ils sont arrachés de leur mère, leur mari qui porte la disparition. Ils sont obligés de recevoir les fonctionnaires jusqu'à la maison, jusqu'à leur lit, alors que nous, on dit rien du tout. Depuis 4 ans, on parle de génocide. Il est en train de stériliser les femmes. 2 femmes sur 3, ils sont stérilés. Ça veut dire que 84% de natalité qui est en réduction depuis 4 ans. Donc les femmes, ils sont des futurs. S'ils ne sont pas là, il n'y aura pas de futur. Mais je sais que je crois à la sororité entre les femmes internationales. J'appelle tout le monde à réagir aujourd'hui, de prendre la sanction diplomatique et économique pour sauver les femmes ouïghours. Solidarité! 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 Je suis très contente d'avoir cette chance d'avoir parlé des femmes ouïghours pour vous faire entendre encore. Donc on a des témoignages très sérieux, très forts, malgré leur information très peu. Donc là, à la fin, j'appelle l'international de réagir au plus vite possible pour sauver les femmes ouïghours. En même temps, on est solidaires entre l'international, donc on croit vraiment à la sororité. Merci tout le monde, merci beaucoup. Bugungi namoyishimizga Fransiya Uyg'ur birligi nomidan Aynur xonim bayon so'z qildi. Aynur xonim, bugungi namoyish nima uchun o'tkazildi, nima sababdan o'tkazildi? Bayon siz nimalarni dedingiz fransuzcha? Shuni bir deb bergan bo'lsangiz rahmat. Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun 3-oyning 8-kuni, ya'ni 8-mart ayollar bayrami kuni Fransiyadagi har xil shu ayollar tashkilotlari shug'ullab 13 xil temada so'zlab ayollarningki huquq hurmatini qo'g'dash talab qilindi. Men abay Uyg'urlarningki shu lagerdagi Uyg'ur ayollarizningki lager ishchi sirti, hatto davlat sirtidagi Uyg'ur ayollarizningki qiynalib 80 Uyg'ur ayollarininki shu majburiy tug'mas qilib qo'yish bilan 84% avlodlarninki ko'payishininki kemiyib ketganligi, ananinki shu biz xalqarodagi Uyg'ur ayollarininki bir-birimizga yordam qilganligiga chunqur ishonganligimiz uchun ularni biz Uyg'urlarga yordam qilishga chaqiriq qildim. Shu qarindoshlarning bundan keyingi namoyishlarga chiqib turishini umid qilaman. Rahmat, Alloh razı olsun Aynur xonim. Mana ko'pchilik ko'rayotganinglardek, hozir biz namoyishimizni boshladik. Asosiysi bugun xorijdagi Lyuksemburg paxtasidan yo'lga chiqib, Republik maydoniga namoyish qilamiz. Assalomu alaykum butkul dunyodagi qarindoshlar. Mana bugun Fransiyadagi butkul Uyg'urlar yig'ilib namoyish qilyapmiz Xitoyniki, shu tajovuz Xitoyning rasvasini shu Parijda anlatyapmiz fransuzlarga. Hammanglar qarindoshlar, butkul dunyo qarindoshlar dasturinglar. Xitoy qarshi namoyishga chiqinglar, jiqaroq namoyish qilaylik. Rahmat. Fransızda. Yaklandı. En direkt Facebook'ta. Bugun meningki umrimda 2-chi qatam namoyish qatnashishim. Birinchi qatam 1985-yilda Urumchidagi o'quvchilar namoyishda qatnashgan. Bugun shu vatandagi shu jinosid Uyg'urcha deymiz. Milliy qirg'inchilik uchun bu yerga chiqdim. Shu vatandagi shu lagerdagi gunohsiz yetayotgan butun Uyg'ur ayollari uchun bugun men namoyishga chiqdim. Rahmat ada, rahmat.
Hazır Parijdagi namoyishni naq maydon taqdimotimiz Parijdagi faoliyatchi adimiz Rizvongul xonim hozir bizga ikki so'zlab bermoqchi. Здравствуйте. Здравствуйте, весь мир. Сегодня 8 марта, День женщин. Мы находимся во Франции, в городе Париж, столице Франции, в городе Париж. Мы вышли на манифестацию против китайских концлагерей, в которых сидят миллионы уйгурских женщин от 14 лет и старше. Их стерилизуют, продают на органы. Много наших детей остаются сиротами из-за того, что миллионы женщин сидят в китайских концлагерях. В 21 веке нигде в мире нет концлагерей, только для уйгуров, для мусульман. Сидят ни в чем не повинные люди, абсолютно. Весь мир призываю к тому, чтобы все присоединились к нам, иначе в эти концлагеря сядут все, не только уйгуры. Свободу уйгурским женщинам. Я против концентрации уйгурских женщин. Я против того, чтобы сиротили наших маленьких детей. Aylarca takip